Qurilishni ustakalarimizdan juda ham qattiq qiynaydigan narsa bu qalin devorlardan eshik rom ochish masalasi bo'ladi akalar. Agar bolgarkada kesadigan bo'lsanglar ham 15 sm dan qalinligini kesa olmaysizlar. Orqa tarafidan kesaman desanglar o'rtasida joy qolib ketib qoladi akalar. Hozir beton kesadigan apparatlarning orasida men qirolman degan apparat, ya'ni Rolls brendining Calcio beton kesadigan apparatini shu videoda sizlar bilan nimaga qirolligini gaplashamiz. Beton kesadigan simdoshlarini orasida liboyni urib qo'yadigan apparat mana shu bo'ladi akalar. Bor yo'g'i 10 kiloligiga qaramasdan motorning mощности akalar 6000 watt bo'ladi. Bu qanaqa kuchliligini akalar video davomida sizlarga ishlatib ham ko'rsatib ham beramiz. Bemalol o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu apparatimizni kalsivoy bo'ladi. Ahamiyat bersanglar akalar, bemalol 30 santimetrlik devorlarni indamasdan sariyog'dek kesib tashlaydi akalar. Bu apparatimizdan juda ham katta qulayliklari bor. Shu videoda batafsil ko'rib olasizlar. Birinchi afzalligi motori 5.3 bo'ladi. Va ukam nima deyapsan? Qolgan apparatlarni ham motori 5.3 deyishinglar mumkin. Akalar gap so'z yo'q, 5.3, lekin buni motorining quvvati 6000 watt. 1.5 оборот. Bu juda ham katta skorost bo'ladi akalar. Ularda yo'q funksiya bu apparatda bor. Nima desanglar? Ko'pchilik beton kesadigan apparatni faqat mana shunaqa teksi kesishlik kerak bo'ladi. Agar yonga kesmoqchi bo'lsanglar, qiynalib qolasizlar akalar. Ruchka udobstvo bermaydi. Bunda shunaqa funksiya bor. Tagida mana shunaqa knopkasi bor. Bitta bosasizlar, bemalol 360 gradusga aylanib, bemalol ruchkasi sizlarga yon taraflardan ham kesishligiga udobstvo beradi akalar. Bu yana bitta udobstvo. Bu funksiya boshqa simdoshlarda taka yo'q. Endi agar keyinchalik bo'lmasa. Ikkinchi afzalligi akalar, kamerani yaqinroq olib keling. Mana kishilarga bitta e'tibor berasizlar akalar. Beton kesadigan apparatda boshqa simdoshlarda mana xuddi shunaqa kalsivoy disk chiqadi. E'tibor bersanglar hech qanaqa tish yo'q, faqat yonida relslari bor. Bu o'zi qanaqa ishlaydi akalar? 4 ta diskni siqib turib aylantiradi. Agar sizlar nagruskada ishlatadigan bo'lsanglar, оборотlar tushib ketishiga sabab bo'ladi. Bizani beton kesadigan apparatimizda unaqa narsa bo'lmaydi. Motor to'g'ridan-to'g'ri disk ulangan bo'ladi. Mana mana shu tishlar akalar, mana bu tagida trishotkaga ulanib ketgan bo'ladi. Primoy motor kuchi diskka beradi. Bunda sizlar faqatgina o'shani 4 ta ballonga beradi. Nagruskada bo'ladigan bo'lsa, disk yaxshi aylana olmay qolib, обороты tushib ketishiga sabab bo'ladi. Bunda yana bitta shu tarafi bor. Uchinchi afzalligi akalar, boshqa beton kesadigan apparatlarning mana shu kalsioni orasi selli ochuv bo'ladi. Bu yana bitta minus bo'ladi. Nimaga? Katta skorostda disk lipillab ketishi mumkin akalar. Bizda shu narsasi o'ylangan. Mana shu disk orasiga mana shu qalin metal qo'yilgan. Bu diskka katta skorostda ham bir xilda ideal kesishda yordam beradi. Buni yana bitta afzalligi akalar. Bu sizlar beton kesayotgan paytingizda changga ketmasligi uchun mana shu yerda suv ideal darajada tushib beradi. Disklarning tishlari ko'p kechida berishini sababi bo'ladi akalar. Yana bitta afzalligi bu apparatda. Diskini yechib taqish juda ham oson. Hozir sizlar bilan birgalikda taqib ko'ramiz. Taqishimizdan oldin bitta narsaga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Mana shu disk orasida turadigan bar degan detalda akalar. E'tibor berishingiz kerak. Mana shu o'zi ogohlantirib qo'ygan kichkinagina ikkita dona teshigi bor. Agar sizlar buni mana bunday holatda qo'yib qo'yadigan bo'lsanglar akalar, mana teshikligi suv kirmaydi, suv chiqmaydi. Shuning uchun imini mana shu detal akalar orqaga qarab turgan bo'lish kerak. O'zi mana bu yerda ham e'tibor bersanglar, imini suvni chiqadigan teshiklari bor. Shuning uchun mana shu holatda qo'yilishi kerak akalar. Endi buni taqib ko'ramiz. Birinchi bo'lib diskka taqib olamiz. Bo'lib mana ko'rasizlar, disk taqilishi ham juda ham oson. Endi bunga taqamiz. Bo'ldi, xudo xolisa. Mana zashtkasini qo'yamiz. Boltlarni yaxshilab mahkamlab olamiz. Birinchi bo'lib bu yoq tarafiga, ikkinchi bo'lib mana bu yoq tarafiga qo'ysa maqsadiga muvofiq bo'ladi. Buni sal yumshoq qotirib olib, keyin bu yoqlariga ham qotirib olsak bo'ladi. Video davomida bu apparatda o'zingizlar qanaqa ishlashini ko'rasizlar akalar. Ishoninglar, olsanglar bu apparatda hech qanaqasiga puliga afsuslamaysizlar. Realniy sizlarga effekt beradi. Pulini oqlab beradi akalar. Buni shunday yaxshilab qotirib qo'ysanglar bo'ldi. Hech qanaqa ballonlarini regrovka qil, u qil, bu qil degan narsalar bo'lmaydi. Bemalol shuni taqasizlar, shestronkalar joyiga tushsa bo'ldi. Apparat ishlashga tayyor holatda turadi akalar. Ko'rasizlar? Yechib taqish juda ham oson ish. Bo'ldi, apparat xudo xolisa tayyor ishlashga. Boshqa sinfdoshlarda yo'q funksiya akalar bu apparatda bor. Yana nima ekan deb o'tirasizlar akalar. Eshitishga arziydigan funksiya bu apparatda
kickback control funksiyasi bor. Bu nima desanglar kerak? Qattiq betonlarning orasida agar armaturalar ko'p chiqib qoladigan bo'lsa, boshqa apparatlarda kerak. Disk siqilib qolib, apparat o'tvorib sizlarni qo'linglarni qayirib yuborishi mumkin yoki qo'pol qilib yetgan, yomon qilib yetganda kerak. Sindirib yuborishi mumkin. Shu narsa bunda bor. Bu kickback control funksiyasi kerak. Именно mana shu katta nagruzkada agar qalaqadir to'siq chiqib qoladigan bo'lsa, o'zi bu apparatga to'siq hech qanaqasi yo'q. Любой to'siqni buzib tashlaydi. Agar yo'q, men kesilmayman degan to'siq chiqib qoladigan bo'lgan taqdirda bu apparatda kickback control funksiyasi kerak. Sirazi apparatni o'chirib qo'yadi. Bu sizlarning qo'lingizga hech qanaqasiga jarohat yetishini oldini oladigan apparat bo'ladi akalar. Akalar, mana bu diskga juda ham qattiq e'tibor berasizlar, ahamiyat berasizlar. Именно mana shu joylardan rilslari o'tgan. Bu diskka yanada yupqalashiga olib kelgan. Bizning diskimizda ularga joyi yo'q. Tagida trishotkada aylanadi. Diskimizda anchagina qalin, bu sizlarga ancha vaqt xizmat qilib berishini ta'minlaydi. Sizlarni ham e'tiboringlarni tortdim. Mana shu detektor nima ekan deb o'tiribsizlar akalar. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Kamerani ko'taring akajonim. Akalar, bu detektor soat. Yana qanaqa soat dozlarni beton kesadigan apparatda. Da, конечно, soat akalar. Bu apparatni ishlab chiqaruvchi zavod bizga shularga garantiya berganki, betonni diski qachonki betonga tegib ishlash boshlagandan keyin mana shu soat aylanishni boshlaydi. Qachonki 300 soat bo'lmagunigacha holatda apparat kuyib qoladigan bo'lsa, mutlaqo bepulga sizlarga remont qilib tuzatib beriladi. Akalar, tushunyapsizlarmi? Bu 300 soat siz 3 yilda tugating. Balki 2 yilda. Farqi yo'q. 5 yilda agar 300 soat bo'lmasdan turib, agar apparat kuyib qoladigan bo'lsa, biz sizlarga tekinga remont qilib beramiz. Bu menimcha yana bitta afzallik akalar. Bu funksiyani boya aytdim, lekin yana aytishim kerak akalar. Motori 5 shochni. Hop, icho. Akalar, bu narsa sizlarga juda ham katta afzallik beradi. Qaranglar. Yozda, bo'ronda, do'lda, yomg'irda, qorda, любой sezonda, любой holatda bu apparatni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Apparat hech qanaqa kuyib qolmaydi. Sizlarni tok urib olish holati umuman bo'lmaydi. Xo'p, bo'ldi, ishlat bo'ldinglar. Gap so'z yo'q. Bu apparat loy bo'ladi-yu, tozalash kerak. Shunaqa payt akalar, uvereniy suv sepsanglar bo'ladi bu apparatga. Mazza qilib qolgan joylarini ideal darajada yuvib olsanglar, bu apparat kuyib qolmaydi. Mazza qilib ishlatib tursanglar bo'ladi. Ideal top-toza qilib ishlatib tursanglar bo'ladi. Apparat komplektida nasosi chiqadi, shlankasi chiqadi. Shu botdan suv chiqarib berish uchun bu apparatga kerak bo'ladigan mana shu disklar orasiga qo'yadigan moya bo'ladi komplektida. Moya ham oddiy moya kerak. Tag'im qatladan qidirib yuraman deb o'tirishingiz shart emas. Oddiy tikadigan apparatni moya, endi любой moyaxonada sotiladigan oddiy moya qo'yib yuborsangiz ham bo'ladi. Ishlab ketaveradi. Bu apparatga kerak bo'ladigan o'zini дополнительный yana shesteronkasi chiqadi, ключlar chiqadi. Bo'ldi, все, apparat ishlashga tayyor akalar. Beton kesadigan akalarimizdan pul topadigan apparatni bitta ishlatib ko'ramiz, narxini videoning oxirida aytamiz. Kam izvording bo'ldi, bilding, apparating zo'r ekan, bundan zo'ri yo'q ekan, do'stlar. Narxini qachon aytasan, do'stlar akalar? Siz kommentariyada har doim narxini nimaga aytmayapsan deyotgan aka, siz uchun mana bu yerda QR kod chiqadi. Yoki App Store telefoningiz agar Apple yoki Samsung bo'ladigan bo'lsa, Apple bo'ladigan bo'lsa App Store, Samsung bo'ladigan bo'lsa Play Marketga kiring, mana mana shu yozuv chiqadi. Mega Tools yozib qo'ying. Mega Toolsga Rolf Top 4410 deb yozsangiz akin, именно mana shu apparat chiqib keladi. O'sha yerda narxini ko'rsangiz bo'ladi, bu apparat haqida ma'lumot olsangiz bo'ladi akalar. Men shuncha ma'lumot berdim, u ham dalcha ma'lumot olsangiz bo'ladi. Narxi juda ham arzon chiqadi. Bemalol Mega Tools ilovasidan xarid qilsanglar bo'ladi. Dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab bepul. Agar yo'q, men kelib ko'rib olaman deydigan bo'lsangiz, bemalol Ubay Tools'ni barcha offline do'konlardan zo'r narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like qizartirib qo'yinglar. Bu videoni menimcha kim ustoz bo'lmasa kerak endi. Beton kesadigan tanishlik bo'lsa tez jo'natib qo'yinglar.